Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Kamol Yo'ldosh kanalida An'am surasi, Qur'oni Karimning 6-surasini o'qishda davom etamiz. Bugungacha 105 oyat o'qigan ekanmiz. Bizni o'qishimiz boshqa barcha o'qish, qiroat turlaridan farqli jihati shundaki, konsept va kontekst asosida o'qiymiz. Konsept va kontekst degani o'z nomidan ko'rinib turganda ikki narsadan iborat. Konsept kalimani asl Qur'on terminologiyasidagi ma'nosini bilish va uni qaysi sura, qaysi oyatda, qaysi so'z oqishi bilan bog'liq ishlatilganini yana ham aniqroq anglash. Bor yo'g'i shu. Agar mana shu yondashuv bilan o'qiydigan bo'lsak, Qur'onni anglash uchun hech qanday Qur'ondan tashqaridagi biror manbaga ehtiyojimiz qolmaydi va Qur'onni Alloh tarafidan to'liq, mukammal, mufassal va mubin va yetarli ekanligiga o'zimiz guvoh bo'lamiz. Bu yondashuv natijasida bugungacha bir necha suralarni o'qigan bo'ldik. Oxirgi 19, undan keyin 28, mana hozir o'qib kelayotganimiz yana 6 sura yarmilardamiz hozir. Bugungacha hech bir Qur'ondan tashqari biror bir narsaga ehtiyoj sezmadik. Hatto Qur'ondan tashqaridagi manbalar yechim topa olmayotgan juda ko'p oyatlarni Qur'onni o'zidan, Qur'onni ichidan, Qur'on oyatlaridan aniqlashga, anglashga muvaffaq bo'ldik. Xo'p, endi kelgan joyimizdan inshaalloh davom etamiz. Yuz beshinchi oyatda ekanmiz. Auzubillahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Biz oyatlarni mana shunday farqli uslublarda bayon qilmoqdamizki, sen dars olibsan deyishlari uchun hamda bilganlar qavmiga ochiqlab berishimiz uchun. Demakki, Qur'onni Alloh taolo oyatlar orqali bayon qilib bermoqda. Ya'ni Qur'onda Alloh taolo bildirmoqchi bo'lgan ma'nolarni voqelikdagi misollar orqali keltiradi. Ana shu Allohni bildirmoqchi bo'lgan ma'nolarni voqelikdagi misollar bilan keltirishi turli uslublar orqali amalga oshiriladi. Masalan, tarixdan, ya'ni o'tgan qavmlar, o'tgan payg'ambarlar misolida yoki borliqdan, tabiatdan, ayni qonuniyat ham inson hayotida ham tabiatda joriy etilgani uchun har ikki tarafdan keltiriladi misollar. Bu misollarga Alloh oyatlar deydi. Bu oyat ma'nosi ishorat degani. Deylik, bir yaxshi va yomon orasidagi to'qnashuv keltiriladi misol sifatida va oqibatda yaxshilar g'olib bo'lishi, yomonlar mag'lub bo'lishi yaqqol ko'rsatiladi. Bu ancha haqiqatlarga ishora qiladi. Ya'ni yaxshilik doim g'olib bo'lishi, doim Alloh taolo yaxshilarni, to'g'ri yo'ldagilarni qo'llab-quvvatlashi va g'alabaga erishish ancha sinovlarni taqozo etishi va hokazo. Mana shularni hammasini o'zida jamlagan va bularni bayon qilib bergani uchun ham bularga ishoratlar yoki oyatlar deyiladi. Xo'p, bundan davomida insonlar ikki turli reaksiya bildirishini ko'ramiz. Ba'zilar bildirgan reaksiyasi shuki, sen dars olibsan degani senga kimdir o'rgatyapti degani. Ma'lumki, Muhammad alayhissalom ummiy qavmdan bo'lgan. Qavmlari ummiy bo'lgan. Ummiy nima degani? Ummiy ahli kitob bo'lmagan degani. Ahli kitob degani kitobni o'qib, undan ekspert, undan masalan ahbor va ruhbon, xristian yoki yahud poplari orasida bo'lmaganlar. Masalan, bugun xristian dunyosi bor, yahud to'plumi, yahud dunyosi bor.
va undan tashqari boshqa insonlarning dunyosi bor. Masalan, o'zbeklar ularga kirmaydi. Ana shu o'zbeklar va o'zbeklarga o'xshagan Yahud nasorolardan tashqaridagi qavmlarning hammasiga ummiylar deyiladi. Muhammad alayhissalom o'sha ummiylarga mansub bo'lgani uchun ummiylar u kitoblardagi ma'lumotlardan bexabar. Masalan, bundan oldingi oyatlarda o'tgangi streamimizda ko'rdikki, Alloh taolo 18 payg'ambar nomma-nom sanab o'tadi va deydiki, ularga kitob berilgan. Va davomida deyiladiki, senga ham mana kitob nozil qildik. Bu degani Qur'on 19-kitob degan. 19-kitob ekanligini ular o'zlari o'z ichida bilishardi va oxirgi payg'ambar 19-kitobni keltirishini ham kutishar edi. Muhammad alayhissalom kelib bularni xabar berganlaridan keyin ular hayron bo'lib, mana senga kimdir o'rgatgan, sen kimdandir dars olgansan. Ya'ni faqat biz bilardik, bizning oramizda kimdir senga bularni bildirgan, o'rgatgan. Lekin hech biri Allohdan vahiy qilingan senga, Alloh senga buni bildiribdi, senga ishondik, senga ergishamiz deyotganlari yo'q. Lekin bilganlar, ilm egalari uchun ochiqlab berish. Ikkinchi maqsad ilm egalari, biluvchilar uchun. Nimani biluvchi? Avval 18 ta kitob nozil qilingan, bu 19-kitob ekanligini aniq-tiniq bilgani va bu kitob uni tasdiqlaganini ko'rgandan keyin ular bu kitobdagi ochiqlamalarni qabul qilishadi va Allohdan kelganligini shubhada bo'lishmaydi. Robbingdan senga vahiy etilganiga ergash. Qarang, Muhammad alayhissalomga Alloh taolo buyurmoqdaki, Robbingdan senga vahiy etilganga ergash. Davomida ko'ramiz, boshqa yana nimalarga ergashish ehtimollari bor payg'ambarning qarshisida va boshqa ergashiladigan narsalar odamlarni ko'pchiligi, yer yuzidagi ko'pchilik odamlar. Ya'ni ikki tanlov bor payg'ambarning qarshisida. Ya'ni payg'ambarga ergashuvchi butun ummat musulmonlarning qarshisida. Yo Allohdan kelgan vahiy etilgan narsaga yoki odamlarning ko'pchiligiga. Bugungi kunda ko'ryapsiz. insonlarni qaysilari Allohdan nozil vahiy qilingan kitobga, Qur'onga ergashadi va qanchalari odamlarni ko'pchiligiga ergashadi. Odamlarni ko'pchiligiga ergashsa nima bo'lishini keyinroq oyatda ko'ramiz. Robbingdan senga vahiy etilganga ergash. Bundan oldinroq 19-oyatda menga mana shu Qur'on vahiy etildi deyilgan edi. Demakki, faqat Qur'onga ergash degan ikki oyatni bog'lasak chiqadigan ma'no shu. Undan o'zga iloh yo'q. Ya'ni nimaga ergashishni vahiy qiladigan zot faqatgina iloh bo'lishi mumkin. Mushriklardan 100 o'gir. Robbingdan senga vahiy etilganga ergash degan bitta buyruq bor. Mushriklardan 100 o'gir degan ikkinchi buyruq bor. Ikkalasini bog'laydigan bo'lsak, Robbingdan senga vahiy qilinganga ergashishni istamaydigan odamlar kimlar bo'lishini mana ko'ryapmiz. Mushriklar. Davom etamiz. Alloh istasa, ular sherik qo'shmagan bo'lishardi. Ya'ni ular mushrik bo'lmagan bo'lardi. Alloh taolo nega buni istamadi? Ularni mushrik bo'lmasligini nega istamadi? Alloh taolo butun insonlarni har biriga tanlov ixtiyorini berdi. O'z ixtiyori bilan yakka xudolikni tanlashi mumkin. O'z ixtiyori bilan unga boshqalarni tenglashtirishi mumkin. Lekin har bir insonga ochiq oydin tushuntirib qo'ydi. La ilaha illalloh. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Anundan keyin insonlarni tanlovi, tanlash hurriyati o'zlarida va Alloh hech qachon ularni bu hurriyatiga tajovuz etmaydi va bundan mahrum etmaydi va buni uchun ularni mas'ul tutadi.
Seni ular ustida soqchi qilmadik, sen ularga qo'riqchi ham emassan. İnsanlar istese shirk keltirishi mumkin, o'z ixtiyori bilan mushrik bo'lishlari mumkin. İstese la ilaha illalloh deya yolg'iz Alloh nozil qilgan narsaga ergashishlari mumkin. Va payg'ambarni bu tanlovga mudohala etib, ularni qo'riqlab turib, sen shirk keltiryapsan, to'xtab deya uni jazolash yoki sen la ilaha illalloh degin deya uni majburlash, tepasida bir politsiyaga o'xshab turish vakolati yo'q. Payg'ambar sifatida Allohdan vahiy qilingan narsaga o'zi ergashadi va boshqalarni ham shunga chaqiradi, tamom. Undan tashqari vakolat berilmagan. Allohdan o'zgalarga duo qiluvchilarni so'kmang. Toki ular ham johillik ila Allohni so'kmasinlar. Ana shunday har ummatga o'z amalini zinatli qilganmiz. So'ngra qaytishlari Robbi huzuriga ularning qilgan amallarini uning o'zi, ya'ni Rob taolo xabar beradi. Bu oyatlarni bog'lab tushunganimizda chiqadigan manzara shu. Payg'ambar avvalo Allohdan vahiy qilingan narsaga, ya'ni Qur'onga ergashadi, mushriklardan yuz o'giradi va mushriklarni sig'inayotgan duo qiluvchilarni, Allohdan o'zgalarga duo qiluvchilarni so'kmang. Siz yetkizdingiz risolatni, tamom. Qabul qilishmasa o'z ixtiyorlari. Buni so'kib, ularni jazolash payg'ambarning zimmasida yo'q. Agar ularni so'kib jazolashga urinadigan, kirishiladigan bo'lsa, ular javoban johil, ular Allohni so'kadi. Allohni so'kishga o'tdimi, iymonga kelishi yana ham ehtimolini yo'qotib boraveradi. Ularni unday ahvolga solmaslik kerak. Payg'ambarni rahmatan lil alamin qilib yuborilishidagi yana bir ko'rinish shuki, insonlarga yetkazadilar va tamom. Ba'zi insonlar ilk eshitganida qabul qiladi. Fitrati toza bo'lgan, aqli hushi joyida bo'lgan insonlar. Ba'zi insonlarda shubhalar, savollar bo'ladi. Bu shubha savollar ketmay turadi ma'lum muddat. Ma'lum muddat ketmay turadi. O'sha muddatni berish kerak. U savollari ustida o'ylanib oxiri bir xulosaga keladi, yo iymonga keladi, yoki u xulosalari ketmay kelib so'raydi ba'zilari. Mana shu savol bor menda. Javobi nima deya? Ana shu javoblarni olgandan keyin balki iymonga kelishlari mumkin, lekin buning uchun hammasiga vaqt kerak. Ana shu vaqt mobaynida ularni so'kib, ularni yana ham provokatsiya etish xato. Uslub o'laroq xato. Ularni iymonga kelmasligi tarafga itarish bo'ladi. Ana shunday. Har ummatga o'z amalini zinatli qilganmiz. Har ummatni o'z amali o'ziga chiroyli qilingan. Mushriklarni shirklari, butlari, Allohga tenglashtirayotganlari ularga chiroyli ko'rsatilgan. Kim ko'rsatgan? Ularni tepasidagi kattalari ko'rsatgan. Nima uchun ular bu shirkni o'ylamay, netmay, mulohaza qilib ko'rmay qabul qilishadi? Chunki ular aql ishlatib o'rganmagan. Payg'ambar kelib Qur'onni yetkazganida aynan aql ishlatishga da'vat etadi, fikr yuritishga chorlaydi. Fikr yuritishni boshlaganlaridan keyin, bu oyatlar ustida tafakkur qilib ko'rganlaridan keyin xato yo'lda ekanligini anglab yetib, to'g'ri yo'lni tanlash ehtimoli vujudga keltirilgan bo'ladi. So'ngra qaytishlar Robbi huzuriga, ular qilgan amallarini uning o'zi xabar beradi. Allohning oldida ular hisob beradi. Siz ularni jazolash yoki mukofotlash vakolatiga ega emassiz. Xo'p, agar biror oyat
kelsa, ana shunda ishonamiz deya bor kuchi bilan qasam ichdilar. Mushriklarni iymonga kelamiz degan qo'ygan shartlariga qarang. Mushriklar agar bir oyat kelsa, shunda ishonamiz. Nima u oyat? Oyat har kontekstda biroz farqli qirralarni bildiruvchi ishorat, dalil, ibrat va hokazo. Bu kontekstda nozil qilingan, vahiy qilingan kitob, Qur'on haqiqatan Alloh huzuridan ekanligini isbotlovchi, shunga ishora qiluvchi bir ilohiy bir ayon. Deylik, samo guldirab Alloh tarafidan bir sas kelsa, ey bandalar, bu meni huzurimdan kelgan kitob, iymon keltiringlar masalan. Yoki haqiqatan shu bo'lsa, mana bir yomg'ir yog'sin. Darhol havo guldirab, momaqaldiroq chaqmoq yomg'ir quyib yubordi. Yoki o'liklar tirilib chiqdi. Mana hozir davomida keladi. Ularni istaganlari nimalar ekanligi. Agar shunday bo'lsa, shunda biz haqiqatan iymon keltiramiz. Vallohi billahi deya bor kuchi bilan qasam ichdilar. Ular iymon keltirish maqsadi emas. Buni haq ekanligini aniqlash, isbotlash maqsadi ham emas. Agar haq ekanligini bilish istasa edi, bunday qasamga zarurat yo'q edi. Chunki nozil qilingan oyatlarni ma'nosi haqiqatan Alloh tarafidan ekanligiga yetarlicha ishorat qilib turgan edi. Nima edi bu? Alloh huzuridan ekanligiga ishorat qiluvchi dalillar. Birinchi, hech bir insonni boshqa insondan ustun qilmaydi. Boyni ham, kambag'alni ham, zo'rni ham, zorni ham hammani teng ko'radi. Va deydiki, Alloh yaratganda hammani teng yaratgan va bergan imkonlari farqli. Kimgadir boylik bergan, kimgadir kuch-quvvat bergan, kimgadir qanday fazilat bergan. Toki insonlar bir fazilat egasi bu fazilatni boshqalar bilan ulashsin. Mol-mulki bor, mol-mulkidan infoq etsin, bo'lishsin, baham ko'rsin. Ilmi borlar ilmini boshqalarga yetkazsin, kuchi borlar zaiflarga kuchi bilan yordam bersin, og'irini yengil qilsin va hokazo hokazo. Bu haqiqatda hech bir shaxsni yoki bir guruhni bir manfaatini himoya qilib, ular uchun ishlaydigan narsa emas. Barcha insonlar va barcha qavmlar va barcha zamonlar uchun universal bo'lgan qonun qoidalar. Buni anglab yetgan inson to'g'ri deydi buni. Agar Alloh huzuridan bo'lsa, aynan mana shunday bo'lishi kerak deb qabul qilish kerak edi, lekin ular o'ylab ko'rmadi. Ularni qiziqtiradigan narsa boshqa narsa. Shou, bir namoyish, nimalardir bo'lsa-yu, shundan tomosha ko'rsa. Sen ayt. Unday oyatlar Allohning huzurida havo guldiraydimi, yomg'ir yog'aradimi, yerdan buloqlar chiqadimi, o'liklar tirilib keladimi? Sizlar so'rayotgan narsalar hammasi Allohning huzurida. Alloh qiladi, qilmaydi degan javob emas. Allohning huzurida, meni huzurimda emas, mendan so'ramanglar. Menga nozil qilingan vahiyni men sizlarga yetkazyapman xolos. Qaydan bilasiz? Oyat kelsa ham balki ishonmaslar. Alloh biladi ular ishonmasligini. Shuning uchun Alloh o'zi ularni yana ham battar kufrda davom etishiga minimum imkonlarni qoldiradi. Faqat ularni aqliga, tafakkuriga xitob qiluvchi oyatlar nozil qiladi. Va payg'ambarni ham ularni battar kufrda, shirkda qolishiga eltuvchi xatti-harakatlardan, provokatsion harakatlardan qaytaradi. So'kma deydi ular. 110. Biz ularni dillarini va ko'zlarini teskari qilib buramiz. Xuddi ilk marta ishonmaganlari kabi va o'z tug'yonlarida adashib uloqqan holda tashlab qo'yamiz. İlk marta ishonmaganlari bor. Birinchi eshitganlarida yolg'on deyishgan.
Muhammad o'zi to'qiyapti deyishgan. Soxta payg'ambar deyishgan va ana shunisida endi chiranib turishaveradi. Birinchi ilk marta ishonmaganlari kabi, nima uchun ilk marta ishonmaganlari qanday bo'lganini qarang. Dillarini va ko'zlarini teskari qilib buramiz. Nima uchun ilk marta ishonmasliklariga sabab Alloh ularni dillarini va ko'zlarini teskari qilib buragan. Birinchi ular zulm qilishgan va zulmni kasb qilib olishgan. Bu bilmaganlik yoki xabarsiz beparvo bo'lganidan emas. Bilib turib zulmni zulm ekanligini, nohaqlikni nohaqlik ekanligini bilib turib ana shunda qaysarlik qilishgan. Ana shuning uchun Alloh ularning qalblarini, ko'zlarini burib tashlagan. Ana shunda ular rad etgan, inkor etgan va undan keyin bu inkorida davom etib keladi. İşonmaslik uchun ming bir turli bahona keltiradi. Lekin maqsad baribir ham ishonish emas. Va Alloh bunga javoban tug'yonlarda adashib uloqqan holda tashlab qo'yamiz. Ikkinchi suraning avvalida bu ma'nolar qisqacha berib o'tilgan. Ular kular edi iymon keltirganlarning ustidan. Alloh deydiki, Alloh ularning ustidan kuladi. Allohu yastahzi'u bihim. Ularning ustidan Alloh kuladi degan. Va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ularni o'sha tug'yonlarida adashib uloqib davom etishlariga qo'yib beradi. Ularni o'sha xato yo'lida davom etishlariga qo'yib berishi Allohning ular ustidan kulishidir. Ya'ni chuqurga qarab ketayotgan odamga agar rahm shafqat qilsang, birodar chuqurga ketyapsiz, qayting deya qaytarasiz. Uni sizdan kulmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, qaytarmay turaverasiz, qarab turasiz. U to'g'ri yo'lda ketyapmiz, ota-bobolarimiz yo'li, ey arab, ey nima edi, yahud deb turib borib chuqurga qulaydi. Alloh taolo ularni to'g'ri yo'lga kelishini istamagan. Bir kitob nozil qilgan, u kitobga ishonib, amal qilib, unga ergashgan kishilarga yo'l yo'riqlar ko'rsatgan. Buni avval boshda inkor etganlarga yo'l yo'riqlar ko'rsatmagan. Davom etinglar o'sha kufrda, shirkda, Allohning huzuriga borasiz. Bu dunyoda chuqurlarga tushib, baxtsizlik va sharmandalik bilan o'tasiz. Oxiratda alamli azob bor deya. Endi uni shirki uchun so'kib, ularni battar provokatsiya qilish noto'g'ri uslub ekanligi bu yerda ta'kidlanmoqda. Agar biz ularga malaklarni tushirsak, malak kuch egasi, kuch namoyishi, Allohning kuch qudratini ko'rsatsak, ya'ni bu kitob haqiqatda Alloh huzuridan ekanligiga ishora qiluvchi, buni tasdiqlovchi bir kuch, qudrat namoyishi. Haliga aytganday, osmondan bir sas kelishi masalan, ilohiy sas. Bu joyda qanday malaklar ekanligini mana ko'ramiz. Agar biz ularga malaklarni tushirsak, ilohiy kuch qudrat namoyon etsak, ya'ni o'liklar tilga kirib gapirsa, o'liklar tilga kirib gapirsa, qaysi o'liklar o'tmish zamonlarda o'tib ketgan va kelajakda mana shunday sifatli payg'ambar keladi, mana shunday kitob keltiradi deya xabar bergan kishilar tirilib kelib tilga kirib gapirsa, ha, o'sha aytilgan inson mana shu Muhammad deya. Ularni qarshisiga har bir narsani keltirib jamlasak ham, xo'p, har bir narsa nima? Ular istayotgan istaklar. Haliga aytganday, yerdan buloqlar chiqsin bizni cho'l diyorlarimizda, yoki oltinlar bo'lsa, yoki u bo'lsa, bu bo'lsa, hammasini jamlab keltirgan taqdirda ham mabodo Alloh istamasa, ular ishonmaydilar. Ular ishonmaydilar, mabodo Alloh istamasa. Xo'p, Allohning istagi qanchalik bu joyda muhim? Allohning istagi shuki, inson bir mo'jiza ko'rib, ana undan keyin ishonishini Alloh istamagan.
Allohning qonuniyatida u yo'q. Inson iymonga kelishi, istashi chaqirilayotgan da'vatni to'g'rilikka, yaxshilikka va haqiqatga chaqirayotganligiga amin bo'lganidan keyin ishonadi. Mo'jiza ko'rib emas. Mana Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni atrofidagi insonlar haqidagi rivoyatlar bor. Hatto o'sha rivoyatlarni o'zida ham hech birida mo'jiza ko'rib keyin ishondi degan sahoba yo'q. Hech bir sahoba mo'jiza ko'rib iymonga keldi degan yo'q unday inson. Masalan, Umar eng qarshi turib ishonmay kelgan deyiladigan inson. Unga bitta mo'jiza ko'rsatish yetarli bo'lmasmi edi? Ey Umar, bu yoqqa kel. Seni shubhalanayotgan bo'lsang, mana senga bitta mo'jiza. Kim bor edi? Xolid ibn Valid. Eng kuchli qarshi turib, hatto jang qilgan insonlar. Ey Xolid, kel bu yoqqa. Senga mana bunaqa bitta mo'jiza. Hammasiga bitta mo'jiza ko'rsatsa, tamom ish bitmasmi edi? Yo'q. Hech biriga mo'jiza ko'rsatilmagan. Hech biriga g'ayritabiiy bir fokus, illyuzion ko'rsatilmagan. Hammasi uzoq vaqt o'ylanib yurib, savollar ichida qolib, nega? Nahotki ota-bobamiz hammasi xato yo'lda. Biz shuncha yil to'g'ri deb kelgan narsalar hammasi xato bo'lib chiqadimi? deya o'ylanib, oxiri qabul qilishgan. Muhammad aytayotgan gap to'g'ri ekan deya. Hammasini ongiga, intellektiga, tafakkuriga xitob qilinib, shundan keyin ular kelishgan. Alloh shuni istagan. Mabodo Alloh istamasa ular ishonmaydilar degani shu. Alloh agar mana shu mo'jiza orqali iymonga kelishini istasaydi, oson bo'lardi. Lekin Alloh unday bo'lishini istamagan. Olib kelsang ham, butun fokuslarni olib kelsang ham ular ishonmaydi. Nega? Chunki ishonish, iymonga kelish unaqa bo'lmaydi. Lekin ularning ko'pi johillar. Ana shu haqiqatni bilishmaydi. Bu johillar kelib unday ko'rsatib ber, buni ko'rsatib ber deyshadi, lekin iymonga kelish unaqa ko'rsatish bilan bo'lmasligini bilmaydi. Ana shunday qilib har bir nabiyga qarshi ins va jindan bo'lmish shaytonlarni dushman qildik. Ana shunday qilib har bir nabiyga, har bir payg'ambarga qarshi ins va jindan bo'lmish shaytonlarni dushman qildik. Xo'p, ins va jindan bo'lgan shaytonlar nima? Shaytonlar yo'ldan ozdiruvchi. Shayton yo'ldan ozdiruvchi narsani hammasiga shayton deydi. Avval boshda Qur'on nuzulidan oldin arablarni cho'lda ketayotgan paytida oldidan bir ilonni bir turi kobraga o'xshab tasvirlashadi. Buni ko'rishi bilan yo'lini burib boshqa yo'lga ketadi. Ya'ni yo'lni adashtirib qo'yadi. Bir yurayotgan yo'lni tashlab boshqa yo'lga o'tadi. Ya'ni yo'ldan ozdiruvchi, yo'ldan buruvchi degan narsaga shayton deyishgan. Ins va jin. Ins va jin. Jin ko'zga ko'rinmaydigan yashirin shayton. Xo'p, bu nima? Bu insonning ichki dunyosidagi salbiy instinktlar. Masalan, hirs, masalan, ochko'zlik, masalan, zihnalik, masalan, haqqa qarshi nafrat, haq ahliga qarshi dushmanlik. Ana shu psixologik tarafi. Ins buni tashqi dunyodagi ko'zga ko'rinadigan borliqdagi yo'ldan ozdiruvchi omillar. Insonning ichki omillari bor va tashqi omillar bor. Ikki xil shayton bor. Ana shu ikkalasi insonlar payg'ambarlarga qarshi dushman bo'luvchi mana shu ikki narsa. İnsanlardagi deylik zihnalik, xasislik dushman bo'ladi. Payg'ambarlar kelib infoq eting, ehtiyojdan ortganini muhtojlarga bering deganda,
ular ilk qarshi chiqadigan narsasi ichki dunyosida qarshi chiqadi. Hirs, ziqnalik, kibr, korchalonlik yo'l bermaydi. Anundan keyin tashqi dunyodagi yo'ldan ozdiruvchilar yo'l bermaydi. O'sha botil yo'lni tepasida o'tirgan zo'ravonlar, o'sha uydirilgan shirk dinlarining tepasida o'tirgan zo'ravonlar, bular doimiy shantaj bilan ushlaydi. Kim bu odamga ergashsa, ota-boboning yo'ldan chiqibdi. Kim bu odamga ergashsa, u bilan qiz oldi berdi, salomatlik, qo'ni-qo'shnichilik hamma narsa to'xtatilsin deya shantaj bilan keladigan tashqi dunyodagi konkret omillar. Ana shu ikkalasi shaytonlar. Ular o'zaro aldovchi yaltiroq so'zlarni vahiy qiladi. Xo'p, aldovchi yaltiroq so'zlarni vahiy qiladi. Yaltiroq so'zlar degani ta'sirchan xitoblar, chiroyli kiyinib chiqib bozorlarda yu sahnalarda yoki bugungi kunda medialarda, sahnalarda mikrofonlar bilan necha 100 ming odamlarni to'plab maydonlarda, stadionlarda baqir-chaqir qiladi, lekin yaltiroq. Yaltiroq deganining ma'nosi tashqaridan qaraganda yaltiroq, ichi bo'sh. Oltinga masalan, oltinga masalan yaltiroq oltin deyilmaydi. Chunki oltin ichi ham, tashi ham oltin. Yaltiroq narsa degani tashqarisi yaltiroq qo'yiladi, ichi u yaltiraydigan mohiyatdan emas. Ana shunaqa so'zlarni vahiy qiladi. Xo'p, vahiy nima? Vahiy yashirin tarzda bir ma'lumotni yetkazish. Deylik, uzoqda bir og'ayningizni ko'rib qoldingiz, u sizga qo'lni ko'tardi. Qalay dedi. Ana shu qo'lni ko'tarishi sizga qalay deganni ma'nosini siz tushunasiz. Bu endi juda sirli bir ma'lumot berish emas, lekin hech bir so'z bilan ifoda qilinmaydigan bir signal. Deylik, ikkita endi sal murakkabroq misol. Ikkita fitnachi oldin kelishib oldi. Ikkalamiz boramiz. Mana shu yerda shu odam, men senga ko'zimni qisaman, sen unga pichoq urasan, cho'ntagida pulni olamiz, qochamiz. Yaqinlashib kelishdi, bir ikkinchisi ko'zini qisdi. Ana shu vahiy shu. Vahiy deb bir taraf ikkinchi tarafga ma'lumot beradi, uchinchi taraflar qanday ma'lumot berilayotganligini bilmaydi. Yashirin tarzda ma'lumot. Shunga vahiy deyiladi. Dushmanlar bir-biriga ana shunday vahiy qilishadi. Yashirin tarzda imo-ishoralar, o'sha signallar orqali chiroyli, yaltiroq so'zlar. Agar Robbing istaganda ular bunday qilmagan bo'lardi. Ularni o'z uydirganlari bilan birga tark et. Robbing istaganda ular bunday qilmagan bo'lardi degani payg'ambarga va mu'minlarga nihoyatda ishonch va taskin beradi. Dushmanning dushmanligi Alloh taolo bilib turib Allohning ilmi va izni ichidagi narsalar. Allohning ilmi va izni ichidagi narsalar. Bu demakki Alloh ular nimalar qilishini juda ham yaxshi biladi va ularni nimalar qilishiga qarshi musulmonlar nima qilish kerakligini ham juda yaxshi biladi va shuni o'rgatadi. Ularni o'z uydirganlari bilan birga tark et. Ularni tark et deydi. Undan oldin Allohdan o'zgalarga duo qilishlarni so'kma dedi. Sen ularga qo'rqchi ham, boshqa ham emassan. Ya'ni tark et. Ular bilan janjal va nizolardan chetlanib tur. Toki oxiratga ishonmaganlarning dillari ularga aldansin, ulardan xushlansin va qilmishlarida davom etsin. Oxiratga ishonmaganlar dillari ularga aldansin. Oxiratga ishonmaganlar va ularga ergashuvchilar, bu joyda ins va jin deganimizni tashqi shaytonlar orasidagi endi tasnifga muvofiq keladi. Tashqi dunyoda
payg'ambarga qarshi dushman bo'layotganlar ikki xil. Ularni ham o'z ichida ins va jin deb bo'lishi mumkin. Jin yashirin dedik. Payg'ambarga qarshi dushmanlik qiluvchilarni yashirin, maxfiy, xufiyona tarzda boshqarib provokatsiya qilib o'tirganlar bo'ladi. Va johillar ularga ergashadi va ular ko'rib o'ylaydiki, mana biz kuchayyapmiz, yaqin kunda g'alaba qozonamiz. Chunki bizni son jihatdan ustunligimiz bor. Bu Muhammadga ergashganlar sanoqli, oz, zaif odamlar. Shuning uchun juda tez kunda bularning ishini bitiramiz deb aldanadi. Ulardan xushlanadi va o'z qilmishlarida davom etadi. Nima uchun ularning davom etishiga Alloh izn berib qo'ygan? Bu yoqda musulmonlarni ana shu kuchayib, battar haddini bilmay borayotgan mushriklar bilan to'qnashtiradi va ular ustidan g'olib qiladi. Va musulmonlarni ular bilan bo'lgan to'qnashuvlarda chiniqib, yangi va yana ham yuqori sifat darajasiga chiqishini istaydi. Alloh sizga kitobni batafsil o'rgatib qo'ygan ekan, yana undan o'zga hakam qilib olaymi? Mana mushriklarga eng katta argument. Alloh kitobni batafsil, mufassal o'rgatgan ekan, undan o'zgani hakam qilib olaymi? La ilaha illalloh deganni bu joyda la hakama illalloh. Allohdan o'zga hukmlarni nozil qiluvchi, o'rgatuvchi, hukm qo'yuvchi hech kim yo'q. Alloh o'z hukmlarini mana shu kitobda ochiq oydin bayon etgan. Xo'p, bu suradagi hukmlar nima? Bu suradagi hukmlar shirk va tavhid. Ana shuni ajratuvchi hukmlar. Va asosiy shirk va tavhid orasidagi chegara halol va harom. Halol va harom mavzulari. Va yana ham konkretlashtirib, toraytirib boradigan bo'lsak, yeguliklar. Shirk dinini eng katta uydirmasi insonlarni yeyib ichishi, ularni rizqi bilan bog'liq qator haromlar uydirishi, insonlarni mana shu Allohning ne'matlarini iste'mol qilishdan to'xtatib, qaytarib, mahrum qilishi ana shu. Biz kitob qilib berganlar buni Robbingdan haq ila nozil qilinganini biladi. Shunday ekan, shak shubha qilguvchilardan bo'lma. Atrofda mushriklar shak shubha qilyotdi, uni ko'rsat, buni ko'rsat deya. Payg'ambarimizga Alloh taolo deydiki, bularnidan yuz o'gir. Bularni tark et, boshqalar bor. Biz kitob nasib etganlar, ular biladi haq ekanligini. Degani ana o'shalarni atrofingda jamla, ular bilan birga ish olib bor degani. Shak shubha qiluvchilardan bo'lma. Ular bilan birga jamoat bo'lgandan keyin shak shubha o'rtada qolmaydi. Robbing bergan so'z tamoman haq va adolatla ro'yobga chiqdi. Xo'p, Robbing bergan so'z qaysi so'z ro'yobga chiqdi? Ibrohim alayhissalomga berilgan so'z bor edi. Mana shu shaharda rasul chiqar ey Robbim deya Ibrohim duo qilgan, Alloh qabul etgan, va'da bergan. Ana endi ro'yobga chiqdi. Mana shu kitob o'sha ibrohimiy ta'limotni yangidan tiklaydi. Ibrohim ta'limoti faqatgina bir Bani Isroil, Yahud va Nasorolar ichida qolib kelayotgan bir format bo'lsa, buni endi butun dunyoga, butun insoniyatga Allohning dini sifatida taqdim etilmoqda. Ana shu va'da berilgan edi. Bu mana Qur'on nuzul bilan ro'yobga chiqdi. Allohning bergan so'zi haq va adolatla ro'yobga chiqdi. Uning so'zlarini o'zgartiruvchi hech kim yo'q. Alloh taolo bu kitobda halol haromni bayon qilgan, uni o'zgartiradigan hech kim yo'q. U sami' va alim, eshituvchi, bilguvchi.
va Ibrohimga bergan so'zini hech kim o'zgartiruvchi hech kim yo'q. Hech kim unga to'sqinlik qilolmaydi. Seni atrofingda qaysarlik qilib to'sqinlik qilishga urinayotganlar bo'lsa ham, ularning to'sqinligi bu ishni to'xtatib qololmaydi. 116. Agar yer yuzida ko'pchilikka ergashsang, mana endi keldik. Alloh vahiy qilgandan boshqa nimaga ergashish mumkin? Insonni qarshisida turgan ikki tanlovning ikkinchisi nima? Agar yer yuzida ko'pchilikka ergashsang, seni Allohning yo'lidan adashtiradi. Allohning yo'lidan adashtiruvchi ko'pchilik. Ko'pchilik degan shayton. Yashirin ularni manipulyatsiya, provokatsiya etib o'tiradiganlar bor dedik. Ammo tashqarida yurgan olomon ko'pchilik ana shu ins. Ular faqat gumonga ergashadi. Gumon. Ular faqat yolg'on uydiradi. Mana uydiruvchilar bor, ergashuvchilar bor. Ikkalasining ham sifati bu yerda jamlangan. Ba'zilar yolg'on uydiradi, boshqalar shu gumonga ergashadi. Shu yolg'onni to'g'ri, mana shu to'g'ri yo'l deya, to'g'ri ishlar bular deya gumon qilib, haq tekshirib ko'rgan joyi yo'q, aslida gumonga ergashadi. Payg'ambarimizning atrofidagi insonlar mana shunday edi. Ba'zilar yashirin tarzda yolg'on uydirardi, qolganlar unga haq, to'g'ri din, hamma shunday deya gumoniga ergashardi. Kim yo'ldan ozganini ham, to'g'ri yo'lda yurganini ham eng yaxshi biluvchi sening Robbing. Alloh taolo o'zi bilib turibdi, kim qanday yo'lda ekanligini. Allohning oyatlariga ishonsangiz, Allohning ismi zikr qilingan narsalardan yeng. Allohga oyatlariga ishonsangiz, mana shu oyatlarga ishonadigan bo'lsangiz, Allohning ismi zikr qilingan narsalardan yeng. Bu degani Allohdan o'zgaga atalmagan narsalardan yeng. Nega Allohning ismi zikr qilingan narsalardan yemaysiz ekan? Majbur qolganingizdan tashqari sizga nimalar harom qilinganini uning o'zi ochiq bayon qilib qo'ygan. Baqara surasida va keyingi suralarda bayon qilingan. Masalan, bir oldingi Moida surasida harom qilingan yeguliklar. Ularni majbur qolgan paytdagina iste'mol qilishga izn bor, boshqa paytda cheklov qo'yilgan. Bo'ldi. Undan tashqaridagi yeguliklarni Allohni ismi zikr qilib iste'mol etish mumkin. Agarki pop, rohiblar va mulla va shayxlar bunga harom deya o'zlaricha fatvo uydirayotgan bo'lsalar ham, ular bizni fikrimizni mana butun ulamolar, aksar jumhur ulamolar, Alloh deyaptiki, mana ko'pchilik aksariyatga ergashsang adashtiradi deyapti. Halol haromni hukmini Alloh qo'yadi, tamom. Ko'pchilik o'z havolari bilan aniq ilmi bo'lmay turib yo'ldan ozdiradi. Ana shu jumhur ittifoq qilgan bizni ummat deb o'tgan ummatlar aytadi. Masalan, Iso Xudoning o'g'li deyishadi-ku. Iso Xudoning o'g'li emas desangiz, mana 2000 yildan beri butun bizni mo'tabar ulamolar bilmay, bitta sen bilib qopsanmi degan narsani aynisi. Alloh bularni harom qilmagan Qur'onda. Mana harom qilingan narsalar bor, undan tashqarisi tozalab, poklab iste'mol qilasiz, qilaverasiz. Yuvib tozalaysiz yoki obrobotka qilib tozalaysiz, iste'mol qilaverasiz. Lekin avval boshda inkor etib qo'yganlari bor. Yo'q, bular yetarli emas. Mana bizni mazhab ulamolari ham mana shunday harom deya uzun ro'yxatlar tuzgan. Boshqa mazhabning kattalari o'zlaricha butunlay boshqa ro'yxatlar tuzgan. Mana shunda qancha mazhab bo'lsa, shuncha halol, shuncha haromlar uydirishavergan. Endi uni tark etolmaydi. Bitta yo'li xato bu sening kitobing, yetarsiz. Va hatto o'zlari tan oladi. Qur'on yetarli bo'lsa, eshak go'shti harom degan oyat qani? Savolni qarang. Qur'on yetarli bo'lsa, eshak go'shti harom degan oyat qani? Kim aytdi senga Alloh eshak go'shtini harom degan deb? Alloh cho'chqa go'shtini harom degan, boshqa yana narsalarni harom degan.
Bundan tashqaridagilarni tozalab, poklab yeyaverasiz degan. Bular unday demaydi. Chunki avval boshda harom deb uydirib olgan narsasi bor. Nima qilib bo'lsa ham buni qutqarish kerak. Alloh ham yetarsiz ular uchun, Qur'on ham yetarsiz, Tavrot ham yetarsiz, Injil ham yetarsiz, Musa va Iso va Muhammad hech biri yetarsiz. Ota-bobolardan kelayotgan uydirmalar bor. Yana payg'ambarlar mana shuni aytgan deb qo'yishadi. Payg'ambarlar aytgan demasa, atrofida hech kim ergashmasligini biladi o'zlari. Ammo payg'ambarlarga qarshi uydirilgan halol va haromlar, haddan oshganlarni eng yaxshi biluvchi sening Robbingdir. Haddan oshganlarni Alloh o'zi bilib turibdi degani, ular hech bir juda hiyla-nayrang va aldov va kizblari bilan hech narsaga erisha olmaydi. Alloh o'zi bilib turibdi va Allohning nazoratidan ular tashqarida emas. Gunohni maxfiy va oshkorini tark eting. Gunohni kasb qilib olganlar qilib o'tgan har qilmishi uchun jazosini oladi. Gunohni maxfiy va oshkori bundan oldingi oyatlarga qaraydigan bo'lsak, shirk bilan bog'liq gunoh. Ochiq va yashirin shirklarni. Allohning ismi zikr qilinmagan narsalardan yemang, chunki bu fisq, bu yo'ldan ozish. Allohning ismi zikr qilinmagan degani, Allohdan o'zgani ismlari zikr qilingan degani. Ba'zilar masalan mana shu oyatni xato tushunadi. Deydiki, qassob esdan chiqarib qo'ysa halolmi, harommi? Qassob esdan chiqarib qo'ysa emas, Allohdan o'zgaga ochiq lafz bilan atab so'ysa yeyish mumkin emas. Bo'lmasa bir musulmon qassob doim so'yganda bismillah Allohu akbar deb so'ygan yoki Allohdan o'zgalarga hech narsa atab so'ymagan. Hozirgi mana shu molni so'yishda esdan chiqib qoldi, talaffuz yoki telefon bo'lib qoldi yoki kim bilan gaplashib turgan bo'lib qoldi, xullas nimadir bo'ldi. Bu go'shtni haromga chiqarmaydi. Go'shtni haromga chiqaradigan narsa so'yayotgan odam Allohdan o'zgaga atasagina harom bo'ladi. Shaytonlar siz bilan tortishish uchun o'z valilariga, o'z yo'l ko'rsatuvchilariga vahiy qiladi. Agar ularga bo'yin egsangiz, siz ham mushriklarsiz. Ana, mushriklarga bo'yin egsang, sen ham mushrik bo'lasan. Vahiyni aytdik, yashirincha ta'limot beradi, unday xor deya ishoratlar bilan yoki yashirin yo'llar bilan bir insonlar bilmaydigan yashirin o'rtadagi vositachi choparlar bilan vahiy qiladi, yashirin ma'lumot beradi. Alloh agar ularga bo'yin egsangiz, siz ham mushriklarsiz. Xo'p, mana shu oyatda to'xtatib turamiz. 122. Mana shu 122 da to'xtatib turamiz. Bu o'tgan qavmlarni qanday qilib yo'ldan ozgani va jazolangani haqidagi oyatlar bu alohida keyingi streamlarda ko'rib chiqamiz. Xo'p, salkam 1 soat bo'ldi, 50 daqiqa. Sizlardan savollar kelgan, men qisqa javob beraman inshaalloh va shu bilan tugatamiz. Xo'p, assalomu alaykum va alaykum assalom. Xo'p, juma namozi kecha ham so'raldi, kecha javob berganman. Xo'p, momo havoni odam ota qo'rg'asidan yaratilgan degan konsept bormi Qur'onda? Yo'q, unday narsa yo'q. Uni konsept emas, unaqa yo'q, unaqa. Momo havo degan ayolning o'zi yo'q, qovurg'adan yaratildi degani unda ham yo'q. Alloh taolo ochiq oydin aytib qo'ygan. Biz insonni bir tomchi manidan yaratdik va ona qornida qanday bosqichlarni bosib o'tadi bu yaratilish, ularni ochiq aytgan. Qovurg'ani erkakning qovurg'asidan ayolni yaratdim degan gap yo'q.
Sizlardan har biringiz unga, ya'ni do'zaxga tushuvchisiz deyilgan oyatni tarjimasini o'qigan edim. Shu tarjima to'g'rimi? Sal hurmat qiling. Men bitta tarjima o'qigan edim, shu to'g'rimi deya. Umuman qaysi tarjima xabarimiz yo'q. Siz qaysi tarjima o'qiganingizni. Endi qanday tasdiqlash mumkin yoki rad etish mumkin? Besh vaqt namoz o'qiyman hadislarni uydirma desak, sunnat namozlarini o'qimasligimiz kerakmi? İxtiyoringiz. İstasangiz o'qing, istamasangiz o'qimang. Lekin Alloh taolo mana shu sunnatlar bilan o'qiysan yoki mana bu shaklda menga ibodat qilasan deb buyurmagan. Alloh taolo buyurgan narsa qanday shaklda Allohga duo qiladigan bo'lsang ham ikki shartiga rioya qilish. Xufiyatan va tadarruan. Xufyona tadarru ichidagi tavba tazarru bilan birga. İşingizga omad. Bamurod akani 3-davlatga chiqara bilamizmi? Moliyaviy yordam kerakmi? 3-davlatga chiqara bilamiz inshaalloh. Hozir harakat shunga ketyapti. Moddiy yordam kerak. Toshkentdagi oilasi va Turkiyadagi qizini hisob nomerlari berilgan. Haqiqiy do'st shunday paytda bilinadi, ha? Kim do'st, kim dushman, mana ko'ryapmiz mana shu kunlarda. Farzand tug'ilganda aqiqa qilish kerakmi, yo'qmi? Farzand tug'ilganda aqiqa qil degan e'tiqod yahudlarning e'tiqodi, yahudlarning urfida. Ehtiyot bo'linglar. Mullalar sizga bitta arabcha ismlarni aytsa, ko'zni chirt yumib ketavermanglar. Tekshiringlar. Mullalar aytayotgan, buyurayotgan narsa yahudlarda bormi, yo'q? Yahudlarda bor bo'lsa bo'ldi. Salla qo'ygan yahud, chopon kiygan yahud, bismillah deyotgan yahud, pasportda o'zbekcha ism familiyalar boriga aldanmang. Tavrotda Alloh buyurgan narsa bo'lsa, u alohida mavzu. Tavrotda yo'q narsalar bor. Aqiqa qil, aqiqani nima qilasiz? Aqiqani faqatgina mullalarni chaqirib mullalarga berasiz. Boshqa shaklda bo'lmaydi. Xo'p, mana shu oxirgi savol edi. Umid Samayev e'tiboringizlar uchun rahmat. Xo'p, necha oyat o'qibmiz? 122dan boshlab inshaalloh o'tkazamiz keyingi suhbatlarimizni. Hozirlikcha mana shu e'tiboringizlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.